Studiyaniki. Videoga olyapti-ya. Ha? Boshida juda ham hayron qolgandim. Nimagaki bitta kitobni o'qib 5-6 marta o'qib har xil narsa tushunish mumkinmi? Nahotki buning iloji bor. Nimagaki chunki bu kitobni meni qo'limga berayotgan ayol aytgandilar-ki, men bu kitobni 5-6 marta o'qidim. Har o'qiganimda har xil narsani o'rganyapman dedilar. Ularga javoban aytdim, "Aha, bu kitob shunchalik qiziq bo'lsa kerak-ki" deb. Lekin ichimda juda ham bu savol juda ham kuchli bo'ldi. Nimagaki nahotki bitta kitobni takror o'qib, juda ko'p har xil narsa o'rgansa deb. O'yladimki, menimcha bu kitob juda ko'p mavzularni o'z ichiga olsa kerak va hammasini tushunib olish uchun bir marta o'qishni o'zi kifoya qilmaydi deb. Shu bilan kelgan o'zim ham juda ko'p emas, atigi 2 marta o'qidim bu kitobni. Bu kitob qaysi? Men Bas qilay nafs, Fotih Tuman yozgan kitoblari. Aha, to'g'ri, juda kam marta, lekin 2 marta o'qiganimda 2 xil xulosalarga ega bo'ldim. Birinchi marta o'qiganimda men tushundimki, xuddi kitobda aytilgandek, ichimizdagi ovoz hammasi ham bizning kichkinaligimizdagi yoki bo'lmasam bizni men deb aytadigan ovozlarga tegishli emas, ya'ni menga tegishli emas. Birinchisi bu nafsimizga tegishli. Aha. Nimagaki kitobda shunaqa juda chiroyli tasvirlar berilgan. Biz yaxshi ishlarni qilmoqchi bo'lganimizda, namoz o'qiyotgan paytimizda xayollarimizni bo'ladigan yoki bo'lmasam qiynalgan ayolga biz pul bermoqchi bo'lgan paytimizda o'zimizga yetadimi yoki yetmaydimi deb ikkilantirib qo'ygan ham bu aslida nafsimiz ekan. Xo'p. Ikkinchi marta o'qiganimda nimani o'rgandim? Ikkinchi marta o'qiganimda shuni tushundimki, bu dunyo aslida birinchi inson zoti uchun, ya'ni odam ato uchun sinov tariqasida yuborildi. Lekin hozirgi kunga kelib bo'lsa, biz bu dunyoni maqsadga aylantirib yubordik. Juda katta o'zgarish. O'ylaymanki, bu gapimga kitobda yozilgan she'r guvoh bo'la oladi, ya'ni isbot bo'la oladi. Kim kutar sendan vafoni? Yolg'on dunyo sen emasmi? Muhammadu Mustafoni olgan dunyo sen emasmi? Sehr ila aldab inson zotini, maydonga solib otini, odamga dard sirtmog'ini solgan dunyo sen emasmi? Kasb aylab xalqning o'ziga, tuproq to'ldirib ko'ziga, g'aflat ahlining yuziga kulgan dunyo sen emasmi? Va bu dunyo qanchalik qadrsizligini ko'rsatib berilyapti. Ikkinchi she'r bo'lsa, ikkinchisi bu men uchun bilmadim, qalbimga kirdi bu she'r, to'g'risini aytsam. Magaki o'qib bersam jo'nasizlar deb o'ylayman. Yolg'onchi dunyoga aldanib qolma. Bu majlis tarqalar devon zavqlanmas. Ikki eshik orasidadir bu dunyo. Kelgan ketar, mehmon zavqlanmas. Boqma buning qorasiga oqiga, ko'ngil berma bo'stoniga bog'iga, o'xshar hamon bola o'yinchog'iga. Bunda oqil inson zavqlanmas. Hidoyat yo'ldan bir bor kechib ko'r. Osmon o'par cho'qqilardan uchib ko'r. Dunyo mo'min, zindon tark et kechib ko'r. Zindon ahli g'amgin, oson zavqlanmas. Ey g'ofil, nima deb bilding shamolni? Ketmas deb bildingmi fasli bahorni? Yuking yengilladi avvaldan qara. Qaytmas yo'lchi ketar, karvon zavqlanmas. Boringni sarf ayla Alloh yo'lida. Sen nimani izlasang shuni topasan. Bir kun safar bo'lsa qiyomatgacha chodiri yiqilgan sulton zavqlanmas. Umr ado bo'lur, daftar bekilur. So'ngra sirot bilan mezon tikilur. So'ngra u dargohga bandalar kelur. Buyruq bajarinlar, farmon zavqlanmas. Xudoyi ne bo'ldi shuncha payg'ambar? Usmon, Umar, Abu Bakr va Haydar. Buyuk Habibulloh, Siddiq Akbar kelgan ketar albatta. Hech kim, hech jon zavqlanmas.